Salomat bo'lsin. Aziz do'stlar, Suhbatdan musiqiy dam olish dasturida mana shunday musiqiy kayfiyat bilan biz davom etamiz. Bugungi mehmondo'st studiyamizning mehmonlari esa G'allaorol tumanining 15-son bolalar musiqa va san'at maktab jamoasi. Bugun aziz mehmonlarimiz qatorida va ularni farangiz tanishtiramiz. Albatta, ushbu bolalar musiqa va san'at maktabining direktori Turg'unbek Abdusattorov, o'qituvchimiz Tolib Turatov, bundan tashqari iqtidorli o'quvchilarimiz Dilnura Xolbo'tayeva va Xushnudbek Sattorqulovlar bugun studiyamizga tashrif buyurishdi. Assalomu alaykum. Turg'un aka, Tolib aka, Dilnura va Xushnudbek. Xush kelibsiz. G'allaoroldan erta tongdan, hattoki belgilangan vaqtdan ham ular erta kelib, mas'uliyatni his etib, bugun aziz mehmonlarimiz qatorida bo'lib turishibdi. Xush kelibsiz. Kayfiyat yaxshimi Turg'un aka? Rahmat. Nima haligi maktab jamoasining kayfiyati qanday ayni kunlarda? Nimalar bilan yonyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Maktab jamoamizning kayfiyati juda ham yaxshi hozirgi kunda. Maktabimiz 1987-yil tashkil topgan. Shunaqami? Ha. Ancha. Hozirgi kunda maktabimizda 11 ta yo'nalish faoliyat olib boryapti. Fortepiano, torli cholg'ular, damli cholg'ular, xalq cholg'ulari, an'anaviy xonandalik, an'anaviy ijrochilik, estrada ijrochilik, tasviriy san'at, amaliy san'at, xoreografiya hamda baxshichilik yo'nalishlarimiz faoliyat olib boryapti. Hozirgi kunda 46 nafar malakali o'qituvchilarimiz 350 nafar o'quvchilarga ta'lim berib kelyapti. Maktabimiz o'quvchilari hammasi iqtidorli. Mana viloyat, respublika, viloyat, respublika, xalqaro ko'rik-tanlovlarga qatnashib, faxrli o'rinlar egallab kelyapti. Mart oyida 23-25 kunlari Xorazm viloyatida Xiva Art Fest 2026 ko'rik-tanlovida 20 nafar o'quvchilarimiz Grand Prix 1, 2, 3 o'rinlarni qo'lga kiritib keldi. Ulardan 2 nafari adashmasam o'quvchilar. Ulardan 1 nafari Xolbo'tayeva va Dilnura 2-o'rin sohibi bo'ldi. Juda yaxshi. Adashayotgan bo'lsam Turg'un aka, to'g'rilaysiz. Hozir Dilnurami tanlovga ketadigan? Mana shu tanlovga ketadigan Toshkentda yangi O'zbekiston ko'rik-tanloviga Xushnudbek ishtirok uchun boryapti. Xo'p, Dilnura Xorazmda ishtirok etib faxrli o'rinni egallab keldi. Xursandmiz o'quvchilarni, G'allaorol tumanidagi yoshlarni mana shunday bo'sh vaqtlarni mazmunli o'tayotganligi, san'at bilan bog'langanligi va qolaversa turli ko'rik-tanlov, mana shunday bir tadbirlarda ham faol ishtirok etib kelayotganligi albatta bizni xursand qiladi. Endi haligi qizlarni, Dilnurani ham, Xushnudbekdan ham so'raydiganlarimiz bor. Dilnura, aynan Xorazmda o'tgan tanlov taassurotlari qanday bo'ldi? Sizni raqobatchilaringiz qanday bo'lishdi va qaysi kuyni ijro etdingiz? U yerda muhit ancha boshqacha bo'ldi. Xalqaro tanlov hisoblangani uchun u yerda juda ham raqobat kuchli, odamlar soni ham ko'p. U yerda men o'rin olaman ham deb o'ylamagandim. U yerda juda mendan ham zo'r chaladigan odamlar bor edi. Men bunga ancha tayyorgarlik ko'rdim. Xorazmda bo'lib o'tgan bu festivalda men 3-o'rinni egalladim. Bundan men juda ham xursandman. U yerda mendan ham juda ham zo'r chaladigan o'quvchilar juda ko'p ekan. Men bundan tajriba ham oldim. Qaysi kuyni ijro etdingiz u yerda? Men konsert La minor Antonio Vivaldining kuyini chaldim. Hali albatta sizdan ham bir kuyni eshitamiz. Dilnura, qanchadan beri maktabda tahsil olasiz? Men 4-sinfimda borganman musiqa maktabga. Men bu yil bitiruvchi sinfman, 7-sinfda o'qiyman. Sharoit va imkoniyatlar qiziq bizga maktabda. Hozir endi biz rolikda ko'ryapmiz, juda ham yaxshi, lekin endi roliklar odatda eng yaxshi tomonni ko'rsatadi, lekin bizga umumiy jihatlarim gina qiziq emasda, o'quvchilarning fikri ham biz uchun qiziq bo'lardi. Qanaqa sharoit, imkoniyatlar, ustozlarning tajribasi? Sharoitlar juda yaxshi, ustozlar ham juda o'z ishiga mas'uliyatli. Men ustozim ham meni anchadan beri tanlovlarga qatnashtiradi. O'quvchilar ham juda iqtidorli. Maktabda sharoitlar juda yaxshi. Dilnura, o'zi skripka sozini tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Aynan boshqa sozlar ham bor. Kichkinaligimda shu televizorlarda ko'rardim, skripka chalgan qizlarni, havasim kelardi. Bunaqa chalaman ham deb o'ylamaganman.
chiroyli cholg'u, ham qizlarga juda yarashadi. Menga shu tomonlari juda yoqardi. Juda ham yaxshi. Sizdan nimadir eshitsak, nima eshitsak bo'ladi hozir? Nima tayyorlab kelgansiz bizga? Choliq qushi. Choliq qushi. Qani? Salomat bo'ling. Yaqin o'tmishni, shirin xotiralarni eslatgan bo'lishi tabiiy bu kuy. Va buning uchun biz Dinoraga minnatdorlik bildiramiz. Yuqorida aytganlaridek, qizlarimizga juda ham mos keladigan o'sha soz turlaridan biri hisoblanar ekan. O'zlari ham nozik va ijrolari ham menimcha juda ham. Xayolingizdan taxminan nima o'tganligini tushuntiribmiz. Xo'p, biz Xushnudbekni taassurotlarini bilishga juda ham bir ishtiyoqmandmiz. Xushnudbek, kayfiyat qanday? Yaxshi. Qanchadan beri maktab o'quvchisiz? Men musiqa maktabiga 4 yildan beri tahsil olaman. Kim ustozlaringiz? Ustozim Turatov Tolib. Aha. Nega aynan rubob sozi? Kim olib bordi sizni u yerga? O'zim shu kichkinaligimdan rubob soziga qiziqqanim sababli ota-onam shu musiqa maktabiga 4-sinfligimda berishgan. Aha. Va shu paytda qanaqa sharoit imkoniyatlari sizga yoqadimi? Nega aynan shu musiqa yo'nalishini tanlab, oilada kimdir bormi yoki soz chaladiganlardan? Mendan oldin opam shu musiqa maktabida tahsil olgan. Ular qaysi yo'nalishdalar? Opam dutor chalg'usi yo'nalishda. Juda ham yaxshi. Xushnud, qanaqa tanlovlarda ishtirok etdingiz? Qayerlarda bo'ldingiz? Aynan shu balki musiqa va san'at maktabida o'qib turib, tanlovlarda ishtirok etish barobarida. Yaqinda bo'lib o'tgan ixtiroli bolalar ansamblida o'zimizning jamoamiz bilan maktab tomonidan borib faxrli ikkinchi o'rinlarni jamoaviy tarzda bu. Bugun yo'l olinadigan tadbirga qanaqa tayyorgarlik ko'rdingiz? Qanchalik tayyorsiz? O'zimdan yaxshi tayyor deb his qilaman. Faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritaman deb o'ylayman. Juda ham yaxshi. Nasib etsin deymiz. Va Xushnudbek, aynan mana shu rubob cholg'u asbobini ijro qilishda, chalishda nimaga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Ko'proq
Shu chalayotgan kuyingizni mashq qilish kerak, unga e'tibor berish kerak. Bitta kuy uchun qancha vaqt talab etiladi? O'rganish uchun? Mukammal o'rganishga asosan 1 oy vaqt ketadi. 1 oy davomida o'rganish. Ustozlar bir o'yladilar, mukammaliga 1 oy. Biz hali tayyor emasmiz ba'zilarga deb. Turg'un aka, hozir yoshlarning aytayotgan taassurotlari, gapirayotgan gaplari bizni xursand qiladi va bitta narsani biz baribir ta'kidlashimiz kerak. Buni hammadan ham ko'p jamoa bo'lib ham rahbar sifatida siz yaxshiroq anglaysiz, tushunasiz. Keyingi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan, hukumat tomonidan yaratib berilayotgan o'sha turli qarorlar, farmonlar, sharoit va imkoniyatlarni alohida e'tirof etmaslikning imkoni yo'q. Nega? Chunki tanlov va turli yo'nalishdagi tadbirlar, musiqa tadbirlari juda ham ko'paygandan ko'payib bormoqda va aynan musiqa va san'at maktablarida yoshlarni aynan o'sha o'zlari tanlagan yo'nalishlarda tahsil olishlari, bilim olishlari, salohiyatlarini yaxshilashlari uchun turli o'sha zarur inventarlar deymizmi, cholg'u asboblari, sharoit va imkoniyatlarni yaxshilanganligi. Qanchalik bugun keling G'allaorol tumanidagi o'sha musiqa va san'at maktabi misolida aytsak. Hozirgi kunda bizni maktabimizda barcha cholg'u asboblari bilan, darsliklar, o'quv qo'llanmalari bilan to'liq ta'minlangan. Bunda o'quvchilarimizda bir muammolar yuzaga kelmaydi. Cholg'u asboblari, mutaxassis kadrlar ham, o'qituvchilar ham yetarli. Shuning uchun natijalarimiz yaxshi natijalar bo'lib kelyapti. Maktabimiz natijalari. Endi muhtaram prezidentimiz tomonidan qaror